Ayollarga qanday qo'shimchalar chindan ham zarur? Bu sizni va tanangizni go'zal qiladigan 5 ta eng asosiy vitamin va minerallar haqida. 1. Temir. Uning maqsadi quvvatsizlik, soch to'kilishi va yomon kayfiyatga qarshi kurashish. Temir yetishmasligi ayollarda surunkali charchoq, rang oqarishi va zaiflikka olib keladi. 2. Omega 3. U teri go'zalligi, bo'g'im salomatligi va gormonal muvozanatni saqlaydi. 3. Oqsil. Oqsil mushaklar, teri, soch va tirnoqlar uchun asosdir. U yetarli iste'mol qilinmasa, soch mo'rt bo'ladi, teri esa elastikligini yo'qotadi. 4. Magniy. Magniy xavotirni kamaytiradi va spazmlar bilan kurashadi. 5. Vitamin D3. Uning maqsadi kuchli immunitet va yaxshi kayfiyat.